alaykum, hurmatli ustozlar. Ayni paytda G'allaorol tumanidagi 42-sonli maktabda o'quv seminari tashkil etish uchun tashrif buyurdik. Word variantda kirgizdik. To'lov bor ekan 45 ming. Undan so'ng boyagi 2 minutlik ichida o'sha berilgan Word variantini o'tkazib berdik. Qanday mosligini ajratib berdi. Yig'ilishlarda sentyabrdan boshlab ko'rib chiqilgan-da. Hozir muammo bo'lyapti, media birlashma pedagog kengashga tavsiya berish kerak edi 1-martgacha. Eski qoida bo'yicha 1-martgacha pedagog kengashga tavsiya berilib, endi o'sha birinchi guruhdan marhamat. Birinchi guruh taklif bo'yicha guruhlardan ayting. Meni xafa bo'lmaysiz ayting. Ikkinchi guruh taklif. Yana o'quv tashkil qilinsa, qanaqa tashkil qilinishini xohlardingiz? Ayting. ma'lumotlar oldim ancha. Asosiy shu katta o'qishdi, va tushgan uchun-da. Guruhlardan mutaxassislar ichida bo'lish kerak. Osongina tushuntirib qo'yapti. Hozir sizlarda ham shu narsani ko'rdim. Rahmat. Taklifim bundan keyin bunaqa seminarlar ko'proq intilib kelamizda, yig'ilishni bir xil keladigan holatga mana shunday aylansa yana ham yaxshi bo'ladi. Rahmat. Zo'r feedback bo'ldi biz uchun, katta rahmat. Ayting. Assalomu alaykum. Men shuni tushundimki, hozir bizda boya hammamiz muhokama bo'ldi, maktab miqyosida ommalashish. Demak, maktab miqyosida ommalashishni ped kengash hal qilar ekan degan xulosaga keldim. Biz maktabda baribir juda chuqur holatda tekshirib, aniq qilib keyin ommalashtirganimiz yo'q. Hammamiz. Chunki bir xilimizning saviyamiz yetmaydi, bir xilimiz bu yoqda ortiqcha juda ham ishlarimiz ko'p, ko'r-ko'rona qilayotganimni o'zim his qildim va bugundan keyin mana shu maktab miqyosidagi ommalashtirish demak 100% bizga bog'liq ekanligini tushundim mana shu seminardan. Chunki hozir platforma tuman, viloyat, respublikasidan miqyosda ommalashtiriladi ekanda, maktab